Он обладатель пояса BMV Лиги Октагон, заслуженный деятель Республики Казахстан, гордый сын казахского народа из Алматы, Казахстан. Приветствуйте, Эркебулан Rekordini ko'rdingiz, bitta jangi bor. Erkebulanning bitta jang, bitta g'alaba. Bo'ldi. Keldi markazga ikki sportchi ham. Jang boshlanish arafasida do'stlar. Uzatamiz jarayonni. Mana bu 100-100 kelgan holatda Erkebulan biroz bo'yi uzunroqdek ko'rindi. Lekin bu chalg'ituvchi holat bo'lishi mumkin. Optik illyuziya. Umuman jarayonda ko'rib olamiz. Xo'sh. Rovbox All Stars promotorlik kompaniyasi kecha va markaziy jang ringdagi uchinchi shaxs Sobir Hakimov, xalqaro toifadagi hakam. Aynan u jangni boshqaradi. Erkebulan jeb bilan boshladi, chap qo'lda ham. Nikulin uzatyapti jarayonni. Yana jeb Nikulindan. Erkebulanning zarbalarini ko'ryapsiz. Bunisi havoda qolib ketdi. Xo'sh. Chap qo'l. Erkebulanning zarbasi kuchli chiqdi. Va mana bunday zarbalar e'tibor bering. Erkebulan. Knockdown holati. Xo'sh. Yana bitta bo'ldi menimcha. Bo'ldi. Uchinchi nuqta tegishni ham kutib o'tirmadi. Afsuski birinchi raundning o'zida